Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, yaxshi dam oldilaringizmi? Ertalabdan yaxshi kayfiyat uchun yana bitta anekdot. Ot eshak aytdi, "Kelay ikkalamiz oshna bo'laylik" debdi. "Ikkalamiz birga yuramiz" debdi. Eshak "Bo'pti" debdi. Keyin ot aytdi, "Bo'lmasa" debdi, "bugun biznikiga o'tiramiz" debdi. "Dildan suhbat quramiz" debdi. "Bo'pti" debdi eshak. Ot uyga kelibdi, choyni ichibdi, o'tirishdi, gaplashib, ot maqtanib ketibdi. "Jo'ra, monaki munovi medal bu musobaqada, bu medal bu musobaqada, monaki bu medal bu musobaqada." Xullas, yutuqlarni maqtanib ketibdi. Eshak aytdi, "Bu zo'r, malades, zo'r" debdi. "Ertaga deb biznikiga o'tiramiz endi" debdi. "Bo'pti" debdi ot. Eshak chiqibdi ot uydan. "Men o'zi bir eshak bo'lsam, qanaqa yutuqlarim bo'lishi mumkin? Hech qanaqa yutug'im bo'lmasa, ertalabdan kechgacha eshakka o'xshab ishlasam, nima ko'rsatsam ekan otga, nima deb maqtansam ekan, rosa u menga maqtan" debdi. Keyin xayoliga Zapar kelib qoldi. Zaparga yugurib borib, shu zebralarning o'rtasiga turib rasm tushibdi-da, chiroyli qilib chiqarib, katta qilib ramkaga solib shu uyni o'rtasiga ilib qo'yibdi. Kechqurun ot kelibdi. Keyin o'tirib choyni ichibdi. Ot aytdi, "Jo'ra" debdi. "Mana rasm nima? Qanaqa rasm?" debdi. "Sen bilmaysanmi?" debdi. "Yo'q" debdi. "Men oldin Juventusda o'ynaganman" debdi. Tushunganlar tushundi, tushunmaganlarga aytib qo'yay. Juventus formasi oq qora-ku. Eshak otga aytdi, "Juventusda o'ynaganman" debdi. Men bu nimani eshitganimda rosa kuldim. Endi kulgim ham kelmay qoldi. Hammaga yaxshi kayfiyat, charchamanglar. Dushanba kunni yaxshi boshlab olinglar. Duoda bo'lib turinglar.